Men hozir sizga 20 yillik sahrimdan shifo topganim, insulindan chiqib ketganim haqida gapirib beraman. Balkim bizni ko'rayotgan insonlar shu yo'ldan borsa, shifo topib ketar. Endi men 20 yil burun uyqusiz bo'lganman. 7 yil uxlamadim. Uning ichida больницаga yotaman, davolanaman. Boshida bir 2 yil sahrga moyilligi bor degan. Aniq tashxis qo'ymagan. Oxiri ham sahr chiqdim, 27 chiqdim. Endi o'lib qolaman, voy ertamangacha qolamanmikin degan narsalar bo'lgan menda. Har kuni o'zimni o'limimni kutganman, to'g'risida. Holatim shunaqa bo'lganki, ovqat yer edim. Ishtaham unchalik nima bo'lmagan edi-yu, og'riq zo'r edi. Mana shu vujudim og'rirdi, yuragim o'ynardi. Yuragim qotiraganda uxlayotgan joyimda uyg'onib ketardi. 7 yil uxlamadim-da hisobdan. Oyog'ingiz qanaqa bo'lib og'rirdi? Mana shu pichoqda mana shunday sanchidimi 2 soat, 3 soat turaverardi. Mana shu eshikman bitta charpalak bo'lib aylanardi. Shunaqa og'riq. Meniki endi eskida, kechqurun yotishdan oldin ey Alloh o'ltirmagin deb yotardim. Nimaga? O'zim ishonchim qolmagan. Haqiqatda Yaxshi bo'lib ketishingiz. Yaxshi. Endi bu sahr baribir men 3 kunim bormi, 5 kunim bormi endi. Balkim 100 yil yasharman. Lekin bu og'riq meni yeyapti deb qo'rqardim-da. Umrim oxirigacha shu og'riq bilan yuraman deb. Biroq oldimga kelib o'tirsa, keling oyog'imni ushab qo'ying derdim-da. Bu sahrni bunaqa darajadaligini bilmaganman-da. Sahrim aniqlangandan keyin 1 yildan keyin operatsiya bo'ldim. Shu sahrni orqasidan qorin bo'shlig'im ishib ketdi. O'zim ozib ketdim. Shunda 4 litr yiring olgan qorin bo'shlig'imdan. Terimi, etimi orasidan. Sahrim kuchliligi shunda aniqlandi. Qo'yingki, operatsiya og'ir o'tgan. O'tda ham og'ir o'tgan. Xullas kalom bitta tabibga bordim. Polni giyohlar bilan davolandim. Rosa zo'r yurdim. 2000-yili keyin Rossiyaga borib keldim. Uning ichidan Rossiyada rosa yaxshi yurdim. Havosi yoqdimi bilmadim. 52 kunda qaytib kelib, 10 kun deganda yana boshlandi. Yana qo'yingki, yana bir qator operatsiyani boshimdan kechirdim yana. Yana shu qorin bo'shlig'imda yiring. Bu sahr tanani yemiradi shekilli deb o'yladim-da men. Shunda shu yiringlarni oldirib, kechqurunda 1 soat jismoniy mashq bajarardim. Xullas kalom 7 dan ko'tarilmay qo'ygan. Shu 2000-yili yiqilib tushib, quyumishimdan chiqdim o'ng oyog'im. Yurolmay qolib, yana boshqatdan bir 2 yil bo'lib qoldi, yana boshqatdan sahrim ko'tarildi. Oyog'imdagi mana shu muzlashlar, boshqasi, men yurmay qo'yganim uchun avj olib ketdi-da. Muzlab sanchiqda og'ridi, ayting. Voy, kechasilarda yig'layman. Iloji bo'lsa hech kim oldimga kirmasa deyman-da. Odamni insonda xohlamay qoldim. Bu odamni xohlamay qoldingiz, yig'inlarga, to'ylarga borishingiz uchun. Yo'q, hech qachon. Mana necha yil bo'ldi-kim bilmayman. 10 yil bo'lib qoldi, birga chiqmayman. Inson zotini xohlamay qoldim. Odam aytayapman-ku, o'zim nevaralarimni ham xohlamayman. Bir pas kirgan bo'ladi, voy chiqib ketinglar, uylarda o'tiringlar deyman. 11 yil burun insulin olardim, tabletkalar ichardim. Hozir esimda yo'q lekin. Bitta ham tabletkani ham bilmayman hozir. O'tgan yili shu yurmay qo'yganligim uchun iyun oyida mana shu o'ng oyog'imni o'rta barmog'i qorayib qoldi. Doktorga olib boruvdi, bolalarim kesamiz dedi. Men aytdim, yo'q dedim. Allohning huzuriga dedim, men butun borishim kerak dedim. Meni Alloh butun yaratgan dedim. Allohdan so'rab o'tirdim, ertamangi mana shu bolam menaki ariga olib boraman dedi. Ariga olib bordim. Bir etabi 7 kun bo'ladi arida. 4 etabi bir lecheniya bo'lar ekanda. 5 marta bordim. Ari ham rosa zo'r foyda qildi. Oyog'im kesilgan yo'q. Ranglari ham o'zgarib chiroyli bo'lib qoldi. Bahorda keyin fevralda yotuvdim ariga. Kelganimdan keyin bir kuni telefonimda kelib qoldi ekan. Yo, mana shu anjolli ayol, Shirmon buloqdanmi biridan dedi. Mana zo'r bo'lib qoldim, yaxshi bo'lib qoldim dedi, YouTube'dan ko'rib. Rosa mazza qilib yashayapman-da, hali xotin gapirib qoluvdi. Bir hafta shu gruppada yurdim. Boshida ishonmadim. Rosa bir haftada bolam dedim, "Mana uni ko'r" dedim. 4-o'g'lim oldim dedi. Dedi, "Zakaz beravering" dedi. "Qo'y bolam" dedim. "Zakaz bering" dedi. Shu mahalda asr mahali edi. Zakaz berdim, ertasi asrda yetib keldi. 80% ga foyda ko'rdim.
haqiqatda giyohlardan deganligi uchun oldim-da, himikat emasligi uchun. Sizga necha kunda ta'sir qilishni boshladi? Menga bir haftadan uyqum yaxshi bo'ldi. Men ovqat oldimga kesachi icholmardim-da. Qonim ochdi deb kelinlarga gapirsam kulishadilar. Bir haftada ta'sir qildi bu stop diabet. Uyqum yaxshi bo'ldi. Mana oyog'imdagi sanchiq uxlatmardi. Mana shu pichoq sanchirdi-da. Shunaqa kuchli sanchiq bor edi. Qon aylanishi yo'q bo'lib qolganda oyog'imda. O'rolar yo'q. Voy tavba deyman. Mazza qilib uxladim. Qonim ochib ovqat yeb qoldim. Xullas kalom ko'nglim yorishdi-da. Hojatxonaga borishlarim ko'p 5 mahalam chiqardim kechasi. Kunduzi yo'q, endi sanamaysiz. 5 mahalam chiqardim. Hozir 1 mahal yo 2 mahal oshib ketsa. Shu unaqa aytayapman, og'riq yo'q oyog'imda. Hozir yaxshi, og'rig'im yo'q. Kechqurun xuftonda o'qiyman, shunday yotib uxlayapman. Ertalab turasiz. Ertalab turaman, bomdodga. Hozir Kechasi tahajjudga ham turaman, ertaman bomdodga turaman, uyqum bilan turaman. Uyqu bor, yaxshiman inshaalloh. oldin uyqu ham yo'q edi, hojatxonaga qatnashding ha. Aytayapman, boshida 7 yil uxlamadim men. Bu sahrni bunaqa darajadaligini bilmaganman-da. Yaxshi, Alloh yetkazib, Allohdan so'rasangiz yetkazaverar ekan. Bu tabiiy doridan ichib, yo'q, yaxshiman. Nimaga desangiz, stop diabet haqiqatdan menga shifo bo'ldi. Bizni ko'rayotganlar ham qanaqa dori haqida gapiryapti deyshadi, olib ko'rsating qanaqa. Qanaqa dori haqida gapirishyapti xolamiz. Stop diabet. Buni qanchadan beri ichasiz? Qancha muddatdan beri ichasiz? Bahordan beri. Bahordan beri ichasiz. Sizga bir haftada ta'sir qilgan. Bir haftada ta'sir qildi. Hozir oyoqdagi unaqa igna sanchganga o'xshab yo'q, og'rishlar yo'q. unaqa sanchiq og'riqlar hech ham yo'q. Men aytayapman, u muzlashdi, boshqani qo'ying. Og'riq shu 3 soat sanchib turaverardi-da. O'ta kuchli og'riqda. Endi haligi tanasi boshqa dard bilmas, uydagilarga ham og'riyapti deyman, boshqa deyman. His qilmaydi ular. Shuda. Kechasilarda yig'layman-da. Haqiqatda kechasilarda yig'lab o'tirib chiqaman. Ey Alloh, shifo bergin Alloh deb Allohdan so'rab chiqardim. Aytayapman, tahajjudga zo'rg'a turib olyapman hozir. Mazza qilib uxlayapman. Haqiqatdan. Mana xolamizni holatiga havas qilib, men ham shunaqa sog' bo'lib ketay deganlar videoga like bosib qo'ysa, xudo xolasa ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Inshaalloh. Va izohlarda siz necha yildan beri sahrsiz yozib qoldirsa, juda ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Qaysi viloyatdan? Qo'rqmay olib ichinglar insonlar, qo'rqmang. Bu tabiiy narsa. Himikatni ham olyapsizlar falon pulga. Banisalarda yotyapsizlar 10 kun. Qancha pulinglar ketyapti. Bu kessin, lekin shifosi bo'lish kerak-da bu narsani. Bu narsani haqiqatda men bildimda, men 20 yillik sahrman. Meni ko'rgan kunim endi qo'yaverasiz. Bu stop diabet haqida qayerdan ma'lumot olsak bo'ladi deb so'rashadi. Shu videoni ostiga nomer qoldiraman. Xohlasa o'zbekistonliklar telefon qilib, qirg'izistonliklar ko'rsa, tojikistonliklar ko'rsa, WhatsApp nomer ham qoldirib qo'yamiz. WhatsAppdan ham telefon qilsa bo'ladi. Keyin o'zingiz bilasiz, ko'pchilik kompaniyalar bu dorini ichayotgan bemorlarni yashirishadi. Ta'sir qilmasligini aytib qo'ysa, bizni savdoyimiz yurmay qoladi deydimi. Lekin biz shunaqa gruppalar ochganmiz. Har bitta viloyatga alohida gruppa ochganmiz. Shu stop diabet ichayotganlarni. Misol Andijonliklar gruppasi alohida, Namanganliklar gruppasi alohida. U gruppalarni qayerdan ko'rsak bo'ladi deysa, shu YouTube'da kommentariyasiga biz link qo'yib qo'yamiz. Shuni ustiga bosishsa, viloyatingizni tanlang deb yozib chiqadi. O'zini viloyatini tanlab shu gruppaga kirib, shu viloyatdan kim ichyapti stop diabet, qanaqa foydasi bor deb so'rashsa o'zi yozishadi. Mana siz Andijon gruppada borsiz, to'g'rimi? Ha, borman. Xuddi shunaqa qilib Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Surxondaryo hamma viloyatda gruppasi borda shu stop diabet ichayotganlar. Agar bu dori ta'sir qilmaydigan dori bo'lganda edi, biz unaqa gruppa ochmagan bo'lardik, to'g'rimi? Nashida, yo'q, haqiqatdan. Kim o'zini mahsulotiga ishonsa, keyin shunaqa ochiq oydinlik, shaffof ish yuritadi, to'g'rimi? Bemalol shu stop diabet ichayotganlardan so'rashi mumkin. Haqiqatda ta'sir qiladigan dori o'ylanish keragi yo'q deb. Mana bizning YouTube kanalimizda ham 90 mingta odam bo'lsa, bir necha yillardan beri
olsammikin, olmasammikin deb o'ylanib yurganlar bor. Bor. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak, chunki ular oldin boshqa firmalar dorisini ichgan, ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin yoki qaysidir tanishlari qaysidir firmalar dorisini ichib ta'sir qilmagan, stop diabetga aloqasi yo'q bo'lgan kompaniyalarda. Shularni ko'rib ham yo'q, endi bu stop diabet ham shularning bittasi bo'lsa kerak deb o'ylasa kerak. Misol siz ham shunaqa o'ylagan bo'lsangiz kerak boshida. Boshida ishonmay aytaman, bir hafta rosa tekshirdim. Kanalga kirib oldim, ko'k linkini bosib. Bir hafta eshitsam hammasi voy shifo. Yangi kirganlar so'rayapti. Men aytdim, giyohlardan bo'lgan deganlik uchun haqiqatda tabiiy narsa ekan deb turib olib ichdim-da. Sizni oldingi holatingizni mana bilasiz, og'riqlarni, boshqalarni. Xuddi shu holatda yurganlar ham bor-da bizni ko'rayotganlar orasida. Xudo xohlasa, bu erta kunda kech qilmasdan sotib olib ichsa, Xudo xohlasa sizga ham, bizga ham ajr savob bo'ladi, chunki sababchi bo'lib qolamiz bir. Endi buni ichini ochib ko'rsatsak, buni ichida nima bor deyshadi. Mana, buni mana plombalari bo'ladi. Shunday endi ochamiz. Ochganimizda mana ko'rinayapti. Mana bu stop diabet tabletkasi bo'ladi. Tabletka. Va bu yerda stop diabet kapsulasi bo'ladi. Va bu yerda stop diabet mana fito choyi bo'ladi. Fito choyi ham bir korobkasi 3 oyga yetadi. Kapsulasi ham 3 oyga yetadi. Bu yerda tabletkasi ham 3 oyga yetadi. Buni tarkibida nima bor? Qanday qo'llanish kerak bilmoqchi bo'lsa odam pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bepul maslahat olsa bo'ladi. Va o'zingiz bilasiz, mana ko'pchilik bilmaydi, bu dorini sotib olganlarga biz vrach biriktirib beramiz. U vrach buni dorini qanday ichish kerak, qachon ichish kerak tushuntiradi. Keyin bir hafta 10 kun orasida xabar olib turishadi, holati qanaqa. Misol har 10 kunda xabar oladigan bo'lsa, oldingi 10 kunlik holati bilan keyingi 10 kunlik holatini solishtirib maslahat berib boradi-da. Chunki vrachlar har bir bemorni holatini kompyuterga kiritib boradi. Har gaplashgan paytda. Shunaqa hech ikkilanmasdan mana ota-onasiga olib bermoqchi bo'lganlar bor. Ota-ona bo'lib turib farzandiga olib ber deb ayta olmayotganlar bor. Ularga nima degan bo'lardingiz? Yo'q, bu tabiiy narsa-da. Ximikatlarni ham ichyapmiz-ku. Aytayapman-ku, men insulin olardim. Ximikat. Men foydasini ko'rmadim. Hozir insulin olmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. O'rtada opam ham sahr bo'lib qoldi, ekan. Opamga ham oldirdim, ichyapti. Ha, u opangizning holati qanaqa? Yaxshi uni holati. Yaxshimi? Mana gruppada ham o'zingiz ko'ryapsiz, hamma maqtayapti, zo'r ta'sir qilyapti deyapti, ko'pchilik bilmayapti. Misol bizni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lishi mumkin hozir. Shu YouTube kanalning ichiga kirib, bemorlarning fikrini ko'rsa bo'ladi. O'zi rostdan ta'sir qilyaptimi, qilmayaptimi yoki mana YouTube kanalimizni kommentariyasiga kirib, shu o'zini viloyatini tanlab, u yerdan so'rashsa bo'ladi. Xolamizning holatiga havas qilib, men ham shunaqa sog' bo'lib ketay deganlar videoga like bosib qo'yishsa, Xudo xohlasa ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Inshaalloh. Va izohlarda siz necha yildan beri sahrsiz yozib qoldirsa, juda ham yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Qaysi viloyatda? Qo'rqmay olib ichinglar, insonlar. Qo'rqmay, bu tabiiy narsa. Ximikatni ham olyapsizlar falon pulga. Больницаlarda yotyapsizlar 10 kun. Qancha pullar ketyapti. Bu kessin, lekin shifosi bo'lish kerak-da bu narsani. Bu narsani haqiqatda men bildimda, men 20 yillik sahrman. Meni ko'rgan kunim endi qo'yaverasiz. Ancha-muncha vrachdan ko'ra sahr haqida ma'lumotingiz bor-da. Bor. Shunga kanalda ham gapirsam, hammasi ichkamga kirgan odam ashuncha. Nimagaki, men tabiiy narsadan tavsiya qildim-da. U doktorning dorilari endi foyda qiladi, lekin uzoqqa yetmayapti. Vaqtinchalik ekan ular. Men juda ko'pchiligi mana men bilan muloqot qiladi. Tavsiya beraman. Stop diabet olib ichinglar, lekin giyohlarni ham aytib beraman. Bu dorilardan juda zerikkanman-da.